58-bob. Babu fazlil amal. Amal qilish fazli. 3821-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Yaqululloh tabaraka taala. Alloh tabaraka taala aytar ekan: Kim bir hasanatni olib kelsa, unga 10 mislicha va undan ham ziyoda qilib beraman. Va kim bir yomonlikni olib kelsa, unga bir mislicha yoki kechirib yuboraman. Endi qarang, shundan keyin ham odam do'zaxga kirsa, o'lgan ekansan deyiladi-da, o'zi kirishing kerak ekan shu do'zaxga deyiladi. Shuncha imkoniyatlardan keyin ham bitta yaxshiligingiz 10 barobarcha, uni ziyoda ham qilib beraman deyapti. Bitta yomonligingiz bo'lsa, bitta yomonlik beraman, kechib ham yuboraman kerak bo'lsa deyapti. Endi shunga qaramay yomonlik ko'payib ketsa, o'zi bo'lmag'ur odam ekan deyiladi. Hali musobaqalarda, imtihonlarda o'quvchiga qancha imkoniyat qilib beriladi imtihondan o'tishligiga. Shu bitta harf qoladi, xolos siz javobni aytmagan. Hamma harfini yozib chiqasiz. Shunda ham topolmasa javobni, o'lgan ekansan o'zi, nima, o'zi yiqilishing kerak ekan deyiladi. Endi o'tmasligi kerak o'zi bu odam imtihondan deyiladi, to'g'rimi? Shunaqa musobaqalar bo'lardi-ku, yoki bitta harfini ochib berish nima qilinadi. Keyin shu bitta harf qolganda ham topolmasa o'zi oxiri javobni, o'zi o'lgan ekansan deyiladi. Qiyomatda mana shunaqa do'zaxga kirgan odam mana shunaqa o'zi do'zaxga kirish kerak bo'ladi o'zi odam. Shuncha imkoniyatdan keyin ham agar shu gunoh ko'payib ketsa uni. Va yana qarang, kim menga bir qarich yaqinlashsa deyapti Alloh, men unga bir ziro yaqinlashaman. Bir ziro, bir tirsak uzunligi. Kim menga bir ziro yaqinlashsa, men unga bir quloch yaqinlashaman. Ya'ni yarim metr Allohga yaqinlashsangiz, Alloh sizga 1 metr yaqinlashadi. Bundan uzun. Kim menga yurib kelsa, men unga yugurib boraman. Ana endi inson gohida men Allohdan uzoqlashib ketyapman, iymon susayib ketyapti deydi-ku. Inson demak bir qarich ham yaqinlashmayapti degani-da Allohga. Agar bir qarich bo'lsa ham qadam tashlasa Allohga qarab uzoqlashib ketavermaydi odam. Alloh yaqinlashadi unga. Va kim menga yer qobig'ichalik xatolar bilan kelsa-da, so'ngra menga biror narsani shirik qilmagan bo'lsa, men unga shuni mislicha mag'firat bilan yo'liqaman degan. Yer to'laligicha gunoh. Ana shuncha bilan kelsa ham, tavhid bilan kelsa deyapti. Hech narsani shirik qilmasdan Allohga, men yer qobig'ichalik mag'firat bilan unga yo'liqaman deyapti. Mana shu hadis oxirgi qismi ham biz avval darslarda aytgan narsamiz, tafsir darslarida ko'p aytdik buni. Bizda asos tavhid. Inson muvahhid bo'lar ekan, qolgan narsalaridan kechirilishligiga umid bor inshaalloh. Endi mana qalbim toza marazlar, mushrik bo'lib qabrga sig'inib yurgan sufilar yoki ana shu salomlarga ergashib shirk kufrni qilib yurgan odamlar, ular mana shuni aksini tushunadi. Bir banda muvahhid bo'lsa-da, bir gunohlar qilib yurgan bo'lsa, mana buni ahvoli deydi. O'zlaricha keyin shirkni qilib yuradi-da, kufrni qilib yuradi, tog'utga qul bo'lib yuradi, qabrdan madad so'rab, shirk kufr gaplarni gapirib. Keyin uni o'zini oppoqligini o'zicha avliyolik deb o'ylaydi. Biz aytayapmiz-ku, odam gunoh qilsa-da muvahhid bo'lishligi oppoq bo'lib olib, sufi bo'lib, mana shunaqangi mushrik sufi bo'lib yurishligidan yaxshi. Gunoh qilishga yo'l ochayotganimiz yo'q buni biz. Sababini aytayapmiz, chunki mana hadisda Alloh hadis qudsiyda aytayapti mana. Summa la yushriku bi shay'an. Eng asosiysi shirk qilmaslik. Menga biror narsani shirik qilmay, yer to'laligicha xato bilan kelsang ham deyapti. Mushrik bo'lmay. Men yer to'lalik mag'firat bilan senga yo'liqaman deyapti. Bundan chiqadiki aksidan, yer to'laligicha hasanat bilan borsangiz ham Alloh taologa, mushrik bo'lib borsang foyda bermaydi. Shirk chunki asosiy narsa ana shu xabata qilib yuboradi hammasini. Tavhid eng asos. Ana shu asosni lozim tuting siz hayotingizda. Shu bilan o'lchang odamni. Tavhiddagi odamni haq bilan botilni bilgan, qolgan hamma narsasi inshaalloh kechiriladi. Ahli botil bo'lmasa bo'ldi. 3822-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Yaqululloh subhanahu, Alloh aytadi: Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khayrin minhum wa in iqtaraba ilayya shibran iqtarabtu ilayhi zira'an wa in atani yamshi ataytuhu harwalatan. Men
bandamning men haqidagi gumonidaman. Ya'ni agar Allohga yaxshi gumon qilsangiz, yaxshilik, yomon gumon qilsangiz yomonlik. Alloh meni kechirmaydi desangiz, kechirmaydi. Nima kechirmaydi bo'lgansiz? Inshaalloh Alloh kechiradi meni deb harakat qilsangiz, shunga Alloh kechiradi. Keyin shuni bilish kerakki, Alloh meni kechiradi inshaalloh deya olish uchun ham yaxshi gumon qila olish uchun ham yaxshi amal qilish kerak edi. Hasan Basri rahimahulloh so'zlaridan aytgandek, mo'min odam o'zi Allohga yaxshi gumon qiladi, yaxshi amal qiladi degani bu. Alloh kechiradi deb gunoh qilib yuravermaydi. Bu o'sha shaytonga o'xshagan nomid bo'lmaslikdan ogohlantirish bu. Shayton Allohga yaxshi gumon qilmaydi. Alloh meni kechiradi tavba qilsam hali ham demaydi, yo'q meni bo'ldi kechirmaydi deb o'ylagan. Ana shuning uchun kechirmaydi Alloh uni. Va ana ma'ahu hina yazkuruni. Va men u bandam bilanman, meni zikr qilganda deyapti Alloh. Zikr qilar ekansiz Alloh siz bilan. Zikrdan maqsad bu yerda qalbdan o'tadigan zikr, tildagi zikr. Agar meni nafsida zikr qilsa, men ham uni nafsimda zikr qilaman degan. Nafsda zikr qilish, ya'ni shunchaki mana tafakkur qilasiz Alloh haqida, qudratidan, Allohdan qo'rqasiz, shunaqa narsalar. Alloh ham o'zi nafsida sizni shunda zikr qiladi. Agar bir jamoat ichida meni zikr qilsa, men uni undan-da yaxshi jamoat ichida zikr qilaman. Ana bir jamoat ichida o'tirib Allohni eslatasiz. Zikrdan maqsad mana shu Allohni eslatish bu yerda faqat kiylar to'dalashib sakrab tasbih aytaylik degani emas. Allohni eslatish, ma'ruza, amr ma'ruf nahiy munkar. Ana shunda Alloh sizni bu jamoatingizdan yaxshi jamoat ichida zikr qiladi. Ya'ni maloikalar ichida zikr qiladi. Agar menga bir qarich yaqinlashsa, men unga bir ziro yaqinlashaman. Agar yurib kelsa menga, men unga yugurib boraman, deyapti Alloh. Albatta Alloh yugurishi, yurishi bular hammasi majoziy narsalar. Alloh yugurib yurish degan narsalar aslida bu odamga o'xshab yurib yuguradi degani emas. Maqsad yaqinlashadi degani. 3823-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kullu amal ibn Adam yudha'af lahu al-hasanatu bi 10 amsalha ila 700 di'fin. Qala Alloh subhanahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi." Odam bolasining hamma amali unga ziyodalashtirib beriladi. Ya'ni yaxshiliklar. Hasanat 10 mislcha 700 barobarga qadar. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, faqat roza unday emas. Chunki u meniki, men o'zim uni mukofotlayman degan. Ya'ni 700 barobardan ham ko'p kerak bo'lsa, Alloh biladi o'zi qanchaligini. Chunki roza Allohniki. Nima degani roza Allohniki degani? Bunda ulamolar har xil so'zlar aytishgan. Ba'zilar aytgan ekanki, roza Allohniki degani qiyomatda hamma amallar birovlarga olib berilishi mumkin. Odam birov uchun amal qilgan bo'ladi. Musulmon bo'lsangiz ham, masalan, birovni so'kkansiz, g'iybat qilgansiz, tuhmat qilgansiz, o'sha odamlar keladi-da, qiyomatda hamma amalingizni olib ketadi. Birovga amal qilgansiz. Shuning uchun ulamolar so'zlaridan aytdik-ku. Bir olim bir kun tahajjudga uxlab qolganda xotiniga aytgan: "Ha, men bir kecha uxlab qolibman, endi afsus, lekin butun Afg'oniston ahli, Xuroson ahli menga namoz o'qib chiqdi kechasi bilan" degan. Qayerda namoz o'qib chiqdi sizga kechasi bilan desa, kechasi bilan namoz o'qib chiqishadi-da, ertalabdan ko'zini ochgandan turib meni g'iybat qiladi degan. Hammasini kechasi bilan o'qigan namoz menga degan. Ana shunaqa deymiz bugun ham biz ham. Mana hozir ko'ryapsiz, saroy mullalarida namozlar o'qib yotibdi, ro'zalar tutyapti. Hamma yoqda o'zlaricha borib odamlarni oldida o'zini ko'rsatib yuribdi. Hammasi lekin ertalabdan turgandan uxlab qolguncha g'iybat qiladi. G'iybat emas deydi, mayli, qiyomatda ko'ramiz, g'iybatmi, g'iybat emasmi. Hamma amali bizga bo'ladi inshaalloh. Ana shu teshik qopga amal qiladi ular. Tushib qoladi birovga hamma qilgan amali. Ana shu hadisning ma'nosi. Qiyomatda hamma amalni olib qo'yadi birovlar. Illa ro'zani olib qo'yib bo'lmaydi. Ba'zi ulamlar shunaqa tafsir qilgan. Misol uchun ro'za ham dedikmi, ro'za olib qo'yilmaydi. Ro'za chunki Alloh aytganki meniki degan. Odam chunki Alloh uchun och qoladi, suvsaydi, chanqaydi, shahvatini tiyadi. Shu uchun ham endi uni birov olib qo'ya olmaydi. Uni olib qo'yishga kelsa agar birov, Alloh o'zi beradi uning nomidan.
Masalan, bir odam qiyomatda kelyapti, oldiga ro'zasi qoldi faqat. Ana shu olib qo'yaman ro'zangni, chunki sen meni g'iybat qilgan ekansan, deyapti. Olib qo'ya olmaydi ro'zasini. Alloh ruxsat bermaydi. Meniki ro'za deydi. Uni o'rniga o'sha odamni o'zi rozi qiladi Alloh, o'zi katta ajrlar berib unga. Xullas bu yerda mana ro'zani fazli. Ro'zani hech kimsa olib qo'ya olmaydi. Bir tafsirda shunaqa deyilgan. Yana bir shahida aytilganki, bu sir amal. Qolgan hamma amallarni odamlar biladi. Lekin ro'zani odam bilmaydi. Masalan, o'tirib olib ovqat yeb qo'ysangiz ham hech kim bilmaydi. Lekin kirib tahorat qilayotganda suv ichib olsangiz hech kim bilmay qoladi. Ana shuning uchun meniki degan Alloh. Hech kimsa bilmaydigan amal bu. Yana bir tafsirda aytilgan ekanki, hamma amallarni kofirlar sanamlariga atab qilib chiqqan. Illo ro'za tutmagan kofirlar sanamlariga atab. Namoz o'qishgan, zakotlar berishgan sanamlariga atab, haj qilishgan, tavof qilib uni. Lekin butga atab ro'za tutilmagan. Ana shuning uchun Alloh aytayaptiki, bu meniki deyapti. Men o'zim mukofotini beraman degan. Va bundan boshqa har xil tafsirlar zikr qilishgan ekan. Bularni hammasini zikr qilib o'tishga hojat yo'q. Eng asosiysi mana shular. Yana eng bir ajoyib o'xshatishlardan biri ulamolar. Ba'zi ulamolar aytgan ekanki, meniki ro'za deyilgani, ro'za tutib ovqat yediramiz, to'g'rimi? Oxirida. Bu nima? Fitr sadaqasi beramiz. O'zimiz yemaymizda, qarang, mana yediramiz endi odamlarga. Ana shunda bu Alloh taoloning fe'liga o'xshaydi bu. Alloh o'zi haqida aytadi: "Va huwa yut'im va la yut'am." Alloh yediradi, o'zi yemaydi. Alloh taom yemaydi. Yediradi taom. Bu bilan biz Allohga o'xshamaymiz, to'g'ri, lekin Allohning ana shu fazilat bir sifatiga biz ham shu fazilatni qisman tatbiq qilamiz. Ana shu uchun Alloh meniki degan ro'zani. Meni fazlimga o'xshaydi ro'za tutgan odamni qilayotgan ishi degan deydi bu. Ana uni ham bir ulamolar aytgan.